Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Qosim-Jomart To'qayev harbiylarga ogohlantirmasdan o'q otish buyrug'ini berdi. Qozog'istondagi tartibsizliklarni men boshqaryapman. Muxtor Abliyazov. Nursulton Nazarboyevning jiyani hibsga olindi. Yovvoyi Arman qo'lga olindi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Qosim-Jomart To'qayev harbiylarga ogohlantirmasdan o'q otish buyrug'ini berdi. U tartibsizliklar bo'yicha xalqqa qilgan murojaatida mojaroni tinch yo'l bilan hal etishning imkoni yo'qligini ta'kidlagan. Qozog'iston rahbari harbiylarga ogohlantirishsiz o'ldirish uchun terrorchilarga qarata o't ochishga buyruq berilganligini aytib o'tdi. Prezidentning ma'lum qilishicha, 20 ming bandit Olmaotaga hujum qilgan. Yuzlab tinch aholi va askarlar yaralangan hamda halok bo'lishgan. Shaharda antiterror operatsiyasi boshlanmoqda. Uyingizdan chiqmang. Qozog'istondagi ovoz kuchaytirgichlar orqali shahar aholisi uydan chiqmasligi xabardor qilindi. Oyi, dada, men sizlarni yaxshi ko'raman. Biz aniq o'lib ketamiz. Namoyishlar paytida yosh askarning yaqinlariga yuborgan videorolik. Nursulton Nazarboyevning jiyani hibsga olindi. Qozog'iston Respublikasining birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyevning jiyani Samat Abish hibsga olindi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. U Qozog'istonda namoyishlar boshlanishi ortidan bundan 2 kun avval Milliy xavfsizlik qo'mitasining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod etilgandi. 43 yoshli general-leytenant Samat Satibalduyeli Abish Qozog'iston birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning ukasining o'g'lidir. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi akademiyasini va Rossiya tashqi razvedka xizmati akademiyasini tamomlagan. 2010-yil yanvardan 2015-yil dekabrgacha Abish kadrlar bo'limi boshlig'i lavozimidan Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosarigacha ko'tarilgan. Qozog'istondagi tartibsizliklarni men boshqaryapman. Muxtor Abliyazov. Sobiq bankir Muxtor Abliyazov Reuters agentligiga bergan intervyusida o'zini muxolifat noroziliklarini yetakchisi deb ta'rifladi va Olmaotadagi taktika bo'yicha u bilan har kuni maslahatlashganligini aytdi. Men o'zimni muxolifat lideri sifatida ko'raman, dedi u. Har kuni namoyishchilar menga qo'ng'iroq qilib, biz shu yerda turibmiz, nima qilishimiz kerak deb so'rashadi. Uning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston hozir geosiyosiy o'yinda. Agar G'arb jangga chiqmasa, Rossiya Qozog'istonni tiklangan Sovet ittifoqi turiga bo'ysunishga majbur qiladi. Uning fikricha, G'arb jangga kirishishi kerak. Agar bu yuz bermasa, Qozog'iston Belarusga aylanadi va Putin o'z dasturini Sovet ittifoqiga o'xshash tuzilmani qayta yaratishni uslubiy ravishda yuklaydi, dedi Abliyazov Reuters agentligiga. Yovvoyi Arman qo'lga olindi. Qozog'istonda Yovvoyi Arman nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Arman Jumageldiyev qo'lga olindi.